Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun mana NMK zavodida ishlab chiqarilgan Atom 55 kilovatlik kacholimizni Surxondaryolik mijozimizga yuklayapmiz, xudo xolasa. Bilasizlar, bu Atom 55 kilovatlik kacholimiz mana dimoxodiga asos qo'yiladi. Full avtomat bu. Mana bunda yana bolalarimiz bunkerini yuklayaptilar. Bunkerli kacholimiz. Bu bo'yicha obzorni chiqarib berdik. Atom 55 kacholimizni og'irligi o'zi 500 kilogramm. Kacholning o'zining massasi 500 kilogramm. Bu 250 kvadratdan 500 kvadratgacha bo'lgan maydonni isitadi. Bitta to'ldirganimizda bunkerni bir haftagacha yetadi. Bu atom kachollarimizning eng ajoyib tarafi ko'mirimizni mayda fraksiyasini ham yoqadi. 1 santimetr shakli bo'lgan o'lchamdagi ko'mirlarimizni ham yoqadi. Demak, kacholimizni o'zining ichida 230 litr suv bo'ladi. Zagruzочный kamerasi bilan bunkerning o'zi 280 litr, demak, где-то 250 kilogramgacha atrofida nani oladi. Ko'mir oladi. Shu bilan polniy avtomat, o'zi 20 kilovatligida oldina ventilyator qo'yiladi, 55 kilovatligida mana shunday dimoxoddan atsos o'rnatiladi. Xudo xolasa klientimizdan iltimos qildik. O'rnatib bo'lganlaridan keyin obzorlarni qilib bizlarga tashab beradi va bizlar ham gruppamizda e'lon qilamiz. Marhamat, Qimmat Tepladar kompaniyasini va NMK kompaniyasini kachollari kerak bo'lsa, manzilda adashmanglar. Xorazm viloyati Shovot tumani, aynan paxta zavodni yon tomonida joylashganmiz. Mana shu mashinaga yuklanadi. Mana paxta zavodimizni narsa ko'rinib turibdi, vishkasi. Mana shu yerda biz joylashganmiz. Klientimizga muborak bo'lsin deb qolamiz va ulardan montaj qilingandan keyin video obzorlarini kutib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.